Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Yangi kunga yangi maqsadlar bilan qadam qo'yamiz. Bugungi kuningiz xayrli bo'lsin deya O'zbekiston 24 informatsion telekanalida O'zbekiston vaqti bilan dasturini boshlaymiz. Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. Jonli efirda bugun hamkasbim Suhrob Xayriyev va men Nargiza Mamasoliyeva sizlar bilan birgamiz. Nargiza, bilasizmi, kun davomida inson miyasida 70 mingta fikr uyg'onar ekan. Ayni daqiqalarda bizni tomosha qilayotgan yurtdoshlarimizga ham bugungi fikrlaringiz yaxshi maqsadlarni amalga oshirish yo'lida xizmat qilsin deb qolamiz. Va ma'lumotlarga ko'ra, dunyoda har 3 soniyada bitta yangi biznes ochilar ekan. Bugungi dasturimizni tomosha qilgan ekran qarshisidagi teletomoshabinlarimiz ham bizni ko'rib, ana shu ro'yxatdan joy olishlariga ishonamiz va ishontirib ayta olamanki, ushbu dasturimiz orqali, lavhalarimiz orqali siz albatta ilhomlanasiz. Bizni kuzatishda davom eting. Siz jamiyat uchun foydali loyihalarni amalga oshirishga harakat qilsangiz, ilm yo'lida izlansangiz, albatta sizni qo'llab-quvvatlovchilar topiladi. Birgina El-yurt umidi jamg'armasini oladigan bo'lsak, o'tgan 2018-2024-yillarda 2225 nafarga yaqin stipendiatlar va davlat xizmatchilari jamg'arma yordamida dunyoning 45 ga yaqin davlatlaridagi 380 dan ortiq universitetlarga va ilmiy markazlarga ta'lim olish va tajriba orttirish imkoniyatiga ega bo'ldi. Qoyil, ayni vaqtda esa 750 nafar stipendiatlar dunyoning top 300 talik ro'yxatga kirgan universitetlari va ilmiy markazlarida ta'lim olmoqda. Uzoq muddatli dasturlar bo'yicha o'qigan 372 nafar yosh mutaxassis allaqachon yurtimizga qaytib, davlatimiz va jamiyat rivojiga hissa qo'shmoqda. Ilk lavhamizda ham mana shunday ilmli, vatanparvar va tashabbuskor yoshlar haqida, aniqroq aytadigan bo'lsak, yosh oila haqida hikoya qilamiz. Bugun o'zbek yoshlari dunyoni zabt etayotganiga barchamiz guvoh bo'lmoqdamiz. Aka-Norti mamlakati deymizmi yoki boshqa davlatlarning nufuzli oliygohlarda tahsil olayotgan o'zbekistonlik o'g'il-qizlar soni tobora ortib bormoqda. Bugungi dasturimizda ham aynan ana shunday yoshlar haqida hikoya qilamiz. Yana ham aniqroq aytadigan bo'lsak, xorijda tahsil olgan yosh oila va bugungi kunda yurtimizning nufuzli tashkilotlarida faoliyat yuritayotgan yoshlar haqida ma'lumot beramiz. Men o'zim Baxmal tumanida tavallud topganman. Yaqingacha ham muammoli hududlardan bittasi bo'lgan. Tasavvur qilish ham qiyin hozirgi imkoniyatlarni. Hozir avvalgidek emas. Hozir hamma eshiklar ochiq. Eng muhim narsa bu aniq yo'lni tanlash, aniq maqsadni qo'ya olish. Mahalladoshlarim, qishloqdoshlarim, qarindoshlarim har doim havas qilishadi. Ikkalamiz birgalikda stipendiat bo'lib, birgalikda bir-birimizni qo'llab-quvvatlab borib, o'qib, yana O'zbekistonda turmush o'rtog'im bilan vazirlikda faoliyatini yurityapti, markaziy apparatida. Menda ham xuddi shu narsa. Men Albuxoriyda tug'ilganman, Samarqand shahrida va u joyga avvaldan shu bolaligimizdan ko'plab mehmonlar, turistlar keladi. Oilamiz oddiy oila, 6 ta farzand bor oilada. Onam o'qituvchilar, shu dadam asfalt zavodida ishchi bo'lib ishlaydilar. Dadam menga boshqacha ishonganda, mana shu meni bo'ladigan qizim deb aytardi. Oliy ta'lim muassasasiga Samarqand davlat chet tillar institutiga kira olganimda, kontrakt bo'lsam ham o'qishga rozilik bildirishgan ular. O'sha vaqtda oilaviy qiyinchiliklarga qaramasdan o'qitishga harakat qilishgan. Bugungi dasturimiz qahramonlari El-yurt umidi stipendiyasini yutib, Buyuk Britaniyaning nufuzli oliygohlarida magistratura yo'nalishlarida tahsil olib kelgan Abdulaziz va Xadicha. Bundan oldin Innovatsion rivojlanish vazirligida ishlaganman o'qishga borgunimcha. O'sha joyda o'zimni soham uchun qaysidir ma'noda xalqaro tajribani o'rganishim muhimligini his qilganman. Oila qurganimizdan keyin ikkalamiz ham shu xorijiy davlatlarda o'qib kelish maqsadi bo'lgan. O'zbekiston boshqa davlatlarga siyosiy jihatdan ochilyapti va o'qishga ketishga ko'plab imkoniyatlar ham ochilyapti. El-yurt umidi jamg'armasi haqida eshitib, birga hujjatlarimizni tayyorlab, birga topshirayotganimizda bittamizga chiqsa ham mayli deb niyat qilib harakat qilgandik. Ikkalamizga ham birdaniga o'zimiz xohlagan universitetlarga to'liq grant yutib olganimizda juda xursand bo'lganmiz va bu juda kutilmagan bo'lgan. Abdulaziz Suyarov dunyoning top 75 ta'lim muassasasi bo'lgan Leeds universitetida tahsil olgan bo'lsa, Xadicha Suyarova hammaga mashhur Garri Potter filmi tasvirga olingan, qolaversa jahon reytingida 14-chi, mutaxassisligi bo'yicha 4-o'rinda turadigan Edinburg universitetida ta'lim olgan. El-yurt umidi stipendiyasi bo'lish bu juda ham katta sharaf. O'ziga yarasha talabi bor. Masalan, oddiy talab siz a'lo baholarga o'qishingiz va a'lo baholarga bitirib qaytishingiz kerak O'zbekistonga.
u nuqtai nazardan oqladik. Endi eng asosiy mas'uliyat bu yerda bo'ladi. O'zingizga munosib bo'lgan ish joyini tanlashimiz va shu ish joyida olgan bilimlarimizni qanchalik darajada qo'llay olishimiz. Bu ham ikkinchi imtihon, biz uchun ikkinchi mas'uliyat. Chunki yurtboshimiz, xalqimiz tomonidan taqdim etilgan bu imkoniyatni qaysidir ma'noda biz 10-100 ming barobar qilib qaytarib berish darajasiga ega bo'lishimiz kerak. El-yurt umidi jamg'armasi orqali 2018-2024 yillarda 2000 dan ziyod stipendiyantlar va davlat xizmatchilari dunyoning 45 ga yaqin davlatlarda 380 dan ortiq universitet va ilmiy markazlarda ta'lim olgan. Hozirda 748 nafar stipendiyant dunyoning rivojlangan davlatlarining top 300 talik ro'yxatidan o'rin olgan universitetlari va ilmiy markazlarda ta'lim olmoqda. Ularning 399 nafari bakalavriat, 242 nafari magistratura va 107 nafari doktorantura dasturida tahsil olmoqda. El-yurt umidi jamg'armasi bizning o'qishimizni, aviabiletlar, viza xarajatlari, tibbiyot, tibbiy sug'urta va hokazo mana shu xarajatlarni to'liq qoplab berardi va yashash uchun yaxshigina mablag' ajratadi. El-yurt umidi jamg'armasi stipendiyasi bizga davlat tashkilotlarida qaytib kelganimizdan keyin yaxshi joylashib, yaxshi lavozimlarda ishlash imkoniyati ham demak. Boshqa davlatning stipendiyantlarida bu narsa bo'lmagan. Ular o'zlari topish kerak. Magistraturaga xotin-qizlar hozir o'qishga topshirsa, to'liq davlat grant asosida o'qish imkoniyatiga ega va bu imkoniyatdan ham foydalanganman. El-yurt umidi jamg'armasi stipendiyasiga keladigan bo'lsak, xotin-qizlar uchun maxsus kvotalar ajratiladi har yili. Shuningdek, stipendiya dasturiga ko'ra o'qishni tamomlagach, bakalavrni bitirganlar 5 yil, magistrlar esa 3 yil ishlab berish majburiyatini olgan. Bugun ular ham ana shu mas'uliyatli vazifani davom ettirmoqda. Yoshlar ishlari agentligida hozir kunda faoliyatimni boshladim. Yoshlarga qanaqangi startap g'oyalari bo'ladigan bo'lsa, mana shu tizim ishlab chiqib, o'sha ishlab chiqilgan tizimga ularni jalb qilish, ularning g'oyalarini unikal yo'llar bilan, ya'ni an'anaviy biznes emas, balki yangicha bir kreativ nuqtai nazardan, qo'llab-quvvatlash nuqtai nazaridan men bu tashkilotda yordam beryapman. Men hozirgi kunda Qishloq xo'jaligi vazirligi oliy ta'lim, fan va innovatsiyalarni rivojlantirish boshqarmasida mutaxassis sifatida faoliyat yuritaman. Hozirgi kunda biz ular bilan birgalikda har xilcha xalqaro donor tashkilotlari va ilmiy tadqiqot institutlari uchun ajratiladigan grant mablag'larini o'zlashtirish, ularga loyihalar tayyorlash bilan shug'ullanyapmiz. Kelajakda yana shu ta'lim olishda davom etmoqchiman. PhD doktoranturani davom ettirmoqchiman. O'zbekistonga mana shu ta'lim falsafasi yo'nalishlarini olib kirishda o'z hissamni qo'shmoqchiman. Innovatsion ekotizimga, startap ekotizimiga zamonaviy tajribalarni olib kelish rejalarim bor. Albatta bu yerdagi faoliyatim bilan parallel ravishda tadqiqot ishlarimni davom ettirib, yana xalqaro universitetlarda borib ta'lim olib, tadqiqotlar o'tkazib, yana ham kuchliroq mutaxassis bo'lib, O'zbekistonga foyda keltirish niyatidaman. Yuqori texnologiyalar, zamonaviy tibbiyot, xalqaro huquq, atrof muhit muhofazasi, ta'lim, innovatsiya ushbu yo'nalishlarni hali ko'p davom ettirish mumkin. E'tiborlisi esa endi bu sohalarda ham o'zbek yoshlari dunyoning nufuzli oliygohlarida tahsil olmoqda. O'rgangan xalqaro tajribalarni esa yurtimizdagi ayni yo'nalishdagi sohalarda tatbiq etib, o'zi kabi ilg'or fikrlaydigan avlodni tarbiyalashda o'z hissasini qo'shmoqda.